Assalomu alaykum Sankt-Peterburg shahridagi o'zbek vatandoshlarimiz, aziz yurtdoshlarimiz, musofir do'stlarimiz. Barchalarni kelayotgan 4-aprel sanasida kechki soat 7:00 da Nevskiy 9092 manzilidagi Chayxona restoranida jonli ijrodagi konsert dasturimizga taklif etamiz. Barchalarni konsert dasturimizda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aziz vatandoshlar, manzilni qaytadan eslatib o'taman. Sankt-Peterburg markazidagi Vastaniya metrosidan kelyapti, Nevskiy prospekt yo'li yoqasidagi restoran choyxona. Barchalarni aytib o'tganimdek 4-aprel sanasida kechki vaqt bilan jonli ijrodagi konsert dasturimizda o'zbek ashula va kuylari tarannum etadigan manzilda intiqlik bilan kutib qolaman. Yana bir narsa, bu yerda har xil shou va kuy raqslardan tashqari kelganingizdan keyin chef atash nomiga stol buyurtma qilsangiz, katta miqdordagi chegirmalar mavjud. Buni ham sizlarga eslatib o'tamiz, ta'kidlab. Salomat bo'linglar, yaxshilikda ko'rishguncha 4-aprel sanasida jonli ijrodagi konsertimizda ko'rishguncha